umuman uklatkalar, bunaqa uklatkalar qilmagansiz siz shu paytgacha. Endi mana shu 4 kun ichida bo'layotgan. Lekin ko'zingiz yana necha kun yetyapti, necha kun yana darsga olsangiz, xuddi shunaqa agar ishlashligimizda yana necha kun ishlasak ko'zingiz yetyapti. Uje o'zingiz bemalol idealni chiqara olishlikka. Shu tempda ketadigan bo'lsa bir haftada maksimum. Yana sizga 5-6 kun dars yetmayapti, to'g'rimi? Shunaqa. Polni ideal o'zingiz xohlagandek chiqarishlik uchun. Lekin har holda mana ba'zi bo'lyapti. Ochiq oydin aytamiz-da, ya'ni masalan mana o'zlar natijalari deb aytmayapmiz. Bizga qarashdik ozgina, lekin noldan. Bular umuman ukladka qilmaganlar. Bunaqa sochlarni. Men hozir yomon emas harakat. Yana ozgina qo'shimcha darsliklar qilib olsak, xudo xolasa bundan ham zo'r natija qilamiz inshaalloh.